Yo, hammaga orqaga qarab qol, to'xtanglar do'stlar, to'xtanglar hozir. Davay. Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Fayzi va bugun biz yana bitta ajoyib video olamiz deyatgandim, yana orqaga qarab qoldi. Xullas, bugun do'stlar Never Back Down yo'g'a to'g'rirog'i dahshat sidlarning 6-qismini olamiz. Qani bo'lmasam biz boshladik do'stlar. Albatta like bosib kanalga obuna bo'laringlar. Bizning birinchi sidimiz esa Abdurauf. Xullas do'stlar. Hop, dunyoni paydo qilamiz va bo'ldi. Shu bilan tugadi. Bu dunyoda 100% qishloq paydo yo'q. To'xtanglarchi, aytdi, balki bo'lishi mumkin. Yoki bo'lishi mumkin emas. Xullas, ovozga qo'yamiz do'stlar. Bormi, yo'qmi? Menimcha 99% yo'q. Короче, do'stlar, bitta qishloq bo'lmaydi. Chunki bunaqa biyomlarda qishloq ko'rmaganman. Suv va chichvardi. Xullas, davom etamiz do'stlar. Bizning keyingi sidimiz esa Lukaku. Xullas, menimcha bu yerda ham qishloq yo'q yoki mana bu yerda bo'lishi mumkin, katta ehtimol bilan. Chunki quyosh men bilan birga kelyapti. Deb o'ylardim yoshligimda, lekin katta xato qilgan ekanman, mayli. Xullas, kalom do'stlar. Bu yerda qishloq bo'lishi mumkin, chunki mana bunaqa biyomda bo'lishi mumkin, ehtimoli katta buni. Lekin bu yerda yo'q. Davom etamiz do'stlar. Bizning keyingi sidimiz esa Uzbek Games. Albatta yozamiz va mana buni qishloqgina desa bo'ladi, ixchomgina, ajoyibgina, shinamgina, bejirimgina, xullas qishloqcha. Ajoyib, uncha bagam bo'lmagan ekan, вообще zo'r. Va mana bu yerda ko'znitsa ichida mana bunaqa narsalar bilan va menimcha bo'ldi. Xullas, Uzbek Games o'xshaydigan sid do'stlar. Davom etamiz va bizning keyingi sidimiz bu Xushnudbek. Nima hamma Xushnud orolimi bu? Nima bu? Bizga xush yoqdi. Bizga mana bu yerda ham yana bitta katta orol deganday. Yo'q, bu yerda dunyo bor ekan o'zi. Mayli. Qishloq chiqib qolar balki qishloq chiqib qolar. Xullas, bu yerda ham hech narsa yo'q menimcha. Yoki-da bor. Xullas, davom etamiz do'stlar. Bizning keyingi sidimiz esa o'zim, ya'ni mening ismim Fayziman. Xullas, shunday deb yozib ko'ring deyishgan ekan. Xullas, do'stlar, men qaranglar. Meni ismimga sid bor ekan. Вообще do'stlar, mana shu video olsam bo'lar ekan o'zi. Men sid meniki ekan, baribir, to'g'rimi? Qanday bu? Tushunmayapman. Do'stlar, qaranglar buni zo'rligini. Unchalik bug bo'lmagan, normal bir zo'r, ajoyibgina sidchi. Вообще hayron qoldirdi. Demak, meni o'zimni alohida siddim bor. Xullas do'stlar, bizning keyingi sidimiz Bunyodbek. Nima balo, hamma sidlar o'zbeklarda ismiga yozilganmi nima balo? Yoki o'tirib olib oqtarib chiqqanmisizlar? Xullas, endi biz ham sidlarda, qishloqlarda oqtaramiz. Bu yerda ham qishloq yo'qmikan, yo bormikan, yo mana bunaqalar bor ekan. Sumalaklar deydimi? Nima deydi? Sumalakmidi? Xandalakmidi? Nima edi? Xullas, ruschalab sasulki deydimi? Nima deydi? Xullas, shunaqalar bor ekan va bu yerda mayli, endi keyingisiga o'tamiz va nihoyat raqamlar do'stlar 0908 va bu sidda ajoyib qishloq bor. Xullas, bu sidda ajoyib qishloq bor ekan do'stlar. Ko'rishinglar mumkin. Xohlasanglar yozib olinglar daftarlaringga. Xohlasanglar eslab qolinglar. Bu yerda yalmog'izda ham edi bormi ekan? Yoki yo'qmi? Bunaqa balotada bo'lish kerak edi menimcha. Yoki-da yo'qmi? Nima bu? Bo'lish kerak edi menimcha.
yoki yo'qmi? Kimdir kommentda yozuvdi shu bolota nima deydi? Nimani ini bor yalmog'izda deb. Bu yer bug bo'lib ketdi. Mayda sichqonchalarda inlari ham bor ekan. Mayli. Xullas do'stlar, davom etamiz. Menimcha bu so'zni juda ko'p qaytarib oldim. Keyingi so'zimiz esa Alloh. Kichkina harfda yozdim endi. Ming bor uzr. Xullas Manasning ko'zi ko'rinadi degan ekanmi? Xullas Manasning ko'zini shumi yo'q? Manasning ko'zi nima bu? Nima bu? Shumi ko'zi? Men bilmadim nima bu? Shumi ko'z? 70% yumsakmi? Yoki qaysi edi? Tushunmadim. Yo shumidi? Yo bu yoqdamikan? Yoki da. Yo'q, bitta qandaydir dunyo mashu bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Biladiganlar bo'lsa kommentga yozib qolsin do'stlar. Men uncha nimam yo'q. Xullas davom etamiz do'stlar. Yanada bu safargi silimiz bizda Fazliddin deb yozing degan ekan. Yana o'zbekcha ismlar, hamma ismlar. Mana qishloq. Mana buni normal qishloq desa bo'ladi do'stlar. Menimcha bu ham bo'ladigan. Bunday olib qaraganda yaxshigina sid do'stlar. Xullas, kimni ismi Fazliddin bo'lsa like bosib qo'ysin do'stlar. Давайте yondiramiz. Biz esa davom etamiz do'stlar. Bizning keyingi sidimiz zakaznoy sid. Ya'ni 355, 602 va nechida 562. Xullas, eslab qolgan bo'lsalaring yaxshi, bo'lmasa bu yerda piramida do'stlar. Ichida mana bunaqa narsalar bilan va bu yerda qishloq. Yana bitta piramida. Xullas, mana bu yerda ko'znitsa ichida mana bunaqa narsalar bilan va bu yerda piramida do'stlar. Yana bitta piramida bor ekan. Xullas, buning ichida shunaqa narsalar bor. Bu mana bu yerdagi piramidaning ichida esa buni endi o'zlaring kirib ko'rasizlar. Maslaga nimadir ko'rsatmasligim kerak. Xullas, o'zlaring qiziqib kirib ko'ringlar. Sitni eslab qoldinglar. Xullas, shu sit, shu qishloq, shu nima. Xullas, kalom do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki men tug'ilgan kunimgacha 10 ta bo'lishimiz kerak. Tug'ilgan kunimga esa juda ham oz qoldi. Agar siz yozgan sid bu videoda chiqmagan bo'lsa, demak keyingisida chiqadi. Yoki shu videoni tagiga yozib qoldiringlar va keyingisida albatta chiqaraman do'stlar. Xullas, kalom hammaga xayr emas, har doimgidek. Sog' bo'ling.